xotin bilan Husayn tinch qo'ymaydi. Bolangiz sizni sog'inibdi. Bo'lmasa hayotda yozmasdim. Ada sizni sog'indim. Baribir yaxshi ko'raman shu xotinimni. Men ham seni sog'indim bolam. Seni o'ynashga kuch-quvvat bo'lsin deb qazib oldim. Mash devalida boks o'ynamoqchi edim sen bilan. Oying arazlab olib ketib qoldi. Fursat bolani yaxshiroq. Mana ko'ring, o'g'lingiz ba'zgina o'ynab charchab uxlab qolasiz-da, to'g'rimi? To'g'ri-da. O'zingdan qo'shma. Mana bolam kesin zo'r o'yinchoq olib qo'yganman. Politsiya o'ynaymiz. Shunchalik sog'ingan bo'lsangiz, olib keting adam bilan gaplashib. Yaxshimisan? Nimaga keldingiz? Ketmayman baribir. Ketmayman deb. So'ngga ko'tarib olganing qara. Seni deb emas, bolam uchun keldim. Esingizda bo'lsin, sizni faqat bolamiz uchun kechiribman. Bo'lmasa ikki dunyo kechirmasdim. O'zi o'rtamizda bola borligi uchun keldim. Bo'lmasa qoramni ham ko'rmasding. Bo'pti, yuring, uyog'ini uyda gaplashamiz. Adem bilan gaplashib keting. Yo'q, shart emas, adam uxlab qoldilar. Uni qarazlavermang, ha? Siz ham xafa qilmayman. Aytmayman. Ada o'yin, men olib ketibsizlarmi? Voy, o'z sana uchun keldimi, bolam? Adem qarab turolmayman. So'raymi? To'xta, kerak emas. Bolam shu yerda qolmaysan, dodang bilan. Kompyuter o'ynaysan, qolaman deysan-ku har doim. Qanaqa bo'lgan?